Barchaga assalomu alaykum qadrli obunachilar, qarshilarda yana Abdulaziz va bu gal sizlar bilan A88 modelini to'liq obzorini qilamiz. To'g'risi bu model o'tgan galgi A20 dan A23 gacha bo'lgan kreslolarimizga biroz o'xshab ketsa-da, lekin baribir sozlamalarda qanaqadir farqi mavjud. Endi videografimizga iltimos qilib qolgan bo'lardi, yaqinroq kelsalar to'liqroq obzorini qilishim yana ham osonroq bo'ladi hamda maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda ko'rayotgan narsalar bu nima? Mana bunaqa qisqa qilib aytganda shtativ qo'shilgan bu modelda, ya'ni telefon qo'yib bemalol kino ko'rsanglar bo'ladi. Bundan oldingi modelda ham shtativ bor edi, faqat mana bunaqa sensorli ekranni olib turishga majbur bo'layotgan bo'lsa, lekin bunisida mana alohida telefon uchun shtativ qo'yilgan. Undan tashqari mana e'tiborimni tortgan narsa bu charging area. Shunda telefonni qo'yasizlar, dam olib bitta massajga o'tirganingizda, hoppa. Ochiq gap, aynan mijozlarning qulayligini o'ylab chiqarilganligi shundoq, mana vizualni shundoq qaraganingizda o'zi shundoq ham ko'rinadi. Undan tashqari buni nastroykasi ham biroz boshqacha. Xo'p, mana eng asosiy qismi bunda ham ovozli xabar mavjud. Faqat nomi sal qiyinroq ekan. Bundan oldingizda Hello Nana bo'lgan bo'lsa, buniki Hello Masa Chair. Power on. Xotinim gapimga kirmaydi deysizlar, mana hatcha masajni kreslo gapingizga kirib, bo'ldi gap yo'q, xo'jayin deb turib bemalol iltimosinglarni bajaradi. Xo'p, endi keling monitorni ko'rsataman, nima funksiyalari borligini. Keling, yaqinroq kelsangiz. Xo'p, demak, bu yerda 8 ta ruchnoy rejim, endi bitta ko'rishda voy nima bu kasha deyishingiz mumkin, lekin 5 daqiqa ishlatsanglar o'zi tushunib olsanglar bo'ladi. Chap tarafda 8 ta avtomatik rejimi, o'ng tarafda bo'lsa 8 ta ruchnoy rejim. Bu yerdan vaqtni sozlasanglar bo'ladi. Mana hozir 20 daqiqalik qo'yilgan. Ya'ni vaqtni 3 xil sozlasa bo'ladi. 10 minut, 20 minut hamda 30 minut. Misol uchun mana hozir o'zi 20 minutda ekan, 30 minutga o'tkazamiz. 30 minutes. 30 minutga o'tdi. Bundan tashqari mana hozir avtomatik rejimda turgan ekan. Ya'ni yaqinroq keladigan bo'lsangiz, dam olish rejimi. Agarda yana ham kuchliroq, sal orularimni qoldirsin, kuchliroq, jo'stkroq masaj qilsin desanglar, shundoqqina strong mode, kuchli rejimga o'tdi. Xohlagan o'zingizga mos rejimni tanlab bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana bu uyqu rejimi ham bor. Agar buni hozir tanlaydigan bo'lsak, kreslo yana ham biroz yotadi orqaga. Mana ahamiyat bersanglar, oyoq qismi ham ko'tarildi. O'zi ham yanada orqaga yotyapti, shtop. Bunda o'tirgan odam bemalol maza qilib uxlab dam olishi uchun. Demak, o'ng tarafda bo'lsa ruchnoy rejim, bunda ham xuddi shunaqa o'ng qo'li ushbu funksiyani bosib turib, rejimga o'tkazsanglar bo'ladi. Mana hozir o'tib ketdi. Birinchi rejimga o'tdi. Endi buni bu yoqdan vizualni ko'rib bo'lmaydi, aynan qayerda odamning qaysi qismini masaj qilayotganini, shuning uchun o'tirgan odamga aynan qaysi tanasini qaysi qismini masaj qilayotganini shundoq qilib sezib, o'zi bemalol ketma-ketlikda o'tkazsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari o'sha kakabishna bunda ham abagrev bor, ya'ni o'tirganingizda orqa qismlari issiqlik chiqarib turib, sizlarni imенно o'sha kasal bo'lgan joyingizga bir qisqa qilib aytganda shifo bo'ladi deb ayta olaman. Monitordan tashqari yana boshqaruv qismi ham mavjud. Ya'ni qo'linglarni tepaga chiqazib, endi noqulaylik sizlarga tug'dirmaslik uchun bu yerda yana qo'shimcha boshqaruv qismlari mavjud. Bu yerda ham xuddi shunaqa podushkalari, abagrevi, tepadan pastga masaj qilish yoki pastdan tepaga yoki mana foot, ya'ni oyoq rollerini masaj qilish funksiyasini yoqib, o'chirib, shu yoqdan ham to'g'irlasanglar bo'ladi. Endi yana ham funksiyalarni o'qib tushunishingiz uchun baribir monitor sizlarga kerak bo'ladi. Agar shunday ham qo'limni umuman ishlatgim kelmayapti desanglar, o'sha gap ovozli boshqaruv mavjud, bemalol inglizchada taqalatib turib boshqarsanglar bo'ladi. Aytgancha, qayerdan bilaman, qanaqa boshqaraman ovozli boshqaruv deydigan bo'lsangiz, shundoqqina orqasida yozuvlarida shundoqqina yozib qo'ygan komandalarni. Hamda tepa qismida ikkita kolonka mavjud. Bu yerga bemalol Bluetooth ulab, xohlagan musiqalarni qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari shu boshqaruv komanda berganingizda, shu yerdan sizlarga qayoqinglarni masaj qilayotganini shundoqqina aytib turadi. Shu bilan ushbu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar shunga o'xshagan obzorni videolarimizni ko'rishni istasanglar, hoziroq izohlar yozinglar, like bosinglar hamda kanalimizga podpiska tugmasini bosib qoldiringlar. Sababi oldinda bundan ham qiziq videolar sizlarni kutyapti. Ciao.